Siz Radmir Erpini faqat kompyuterda o'ynaladi deb o'ylaysizmi? Yoki Hustle Online mutlaqo boshqa o'yinmi? Aslo yo'q. Bugun biz siz bilan o'yin dunyosining haqiqiy inqilobini qilgan, smartfoningizni ulkan virtual olamga aylantira olgan loyiha Radmir va uning mobil versiyasi Hustle Online haqida gaplashamiz. Qanday qilib telefon va kompyuter o'yinlari bitta serverda uchrashadi? Salom do'stlar, bu mening kanalimdagi birinchi video. Bugun Radmir va Hustle Online'larning kelib chiqishi va qanday qilib yagona tizimga aylangani haqida gaplashamiz. Obuna bo'ling, like bosing, biz boshladik. Let's go. Hammasi qayerdan boshlangan edi? Hammasi 2016-yilda Yevgeniy Kovalevskiy va uning jamoasi tomonidan Radmir proyektining ishga tushirilishi bilan boshlangan edi. U paytda faqat kompyuter orqali o'ynaladigan yirik Krampus server edi. Yillar o'tib loyiha ulkan tezlikda rivojlandi. Shaxsiy launcheri, eng so'nggi rusumdagi mashinalar, murakkab tizimlar qo'shildi. Ammo vaqt o'tishi bilan texnologiyalar o'zgardi. Odamlar ko'proq mobil o'yinlarga o'ta boshladi. Radmir jamoasi esa auditoriyani kengaytirish uchun juda aqlli va jasoratli qadam tashladi. Hustle Online mobil inqilobi. Jamoa shunchaki oddiy mobil o'yin yaratmadi. Ular Radmir klonini emas, balki to'liq Radmir ekotizimini ulangan Hustle Online loyihasini taqdim etdi. Hustle Online bu Radmir Erpining Android va iOS smartfonlari uchun maxsus moslashtirilgan mukammal grafikali mobil versiyasidir. Eng qiziqarlisi bu sizning telefoningizda Hustle orqali kirayotganingizda ham, kompyuterda kirayotganingizda ham bitta serverda, bitta xaritada ko'rishasiz. Telefoningizdan turib kompyuteringizdagi do'stingiz bilan mashina oldi-sotdi qilishingiz, birga fraksiyada ishlashingiz yoki oila tuzib serverni boshqarishingiz mumkin. Bu ajoyib. Grafik o'zgarishlar va Hustle 2.0 kelajagi. Hustle Online o'z joyida to'xtab qolgani yo'q. Hozirda jamoa o'yinni butunlay yangi darajaga Unreal Engine 5 motoriga o'tkazishda ishlamoqda. Bu degani tez orada telefoningiz grafikasi, mashina fizikasi va ovoz effektlari, hatto ko'plab kompyuter o'yinlaridan ham o'zib ketadi. Oddiy mobil o'yinlar o'rniga real hayot simulyatoriga ega bo'lamiz. Bu mening YouTube'dagi birinchi videom. Agar sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, like tugmasini bosing, kommentariya yozib qoldiring. Siz o'yinga kompyuterdan kirasizmi yoki telefondan? Keyingi videoda qaysi server, qaysi fraksiya yoki tizim haqida gaplashaylik. Ko'rishguncha, xayr. Sizlar bilan Tibet.uz